Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan farzand ko'rmaslik sabablarini ko'ramiz. Farzand ko'rmaslik sabablari ayollarga bog'liq holatlari hamda erkaklar bilan bog'liq holatdagi sabablarni to'liq ko'rib o'tib ketamiz. Endi buni birinchi navbatda ayollar bilan bog'liq holatni ko'ramiz. Ayollar bilan bog'liq holatda ovulyatsiyani buzilishi, tuxum yo'llarini o'tkazuvchanligini buzilishi, bachadon muammolari hamda gormonal disbalanslarni ko'rishimiz kerak. Bularni ko'rishdan oldin birinchi navbatda ayollarda hayz siklini normal holatini bilib olishimiz kerak. Ayollarda kechadigan menstruatsial siklni, ya'ni hayz siklini ko'ramiz. Hayz siklini ko'rishdan oldin biz anatomik tuzilishini bilib olishimiz kerak. Ya'ni ayollarda jinsiy a'zo tizimi, ya'ni qin, bachadon-nayi hamda bir juft tuxumdonlar bo'ladi. Endi bu hayz siklini normal kechish uchun gormonlar orqali boshqariladi. Gormonlar to'g'ri, normal holatda bo'lishi kerak. Gormonlarimiz gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon bez hamda tuxumdondan ajraladigan gormonlar hisobiga boshqarilib turiladi. O'zi normada hayz sikli 21 kundan 35 kungacha bo'ladi. Kimdadir 25 kun, kimdadir 26, kimdadir 30 kungacha bo'lishi mumkin. 35 kungacha normal holat hisoblanadi. O'rtacha ko'pchilik ayollarda hayz siklimiz 28 kunni tashkil etadi. Endi bu hayz siklining o'zini fazalari bor, ya'ni 28 kunlik hayz siklini oladigan bo'lsak, ya'ni 4 ta fazasi bor. 4 ta fazalarini ko'rib ketamiz. Ya'ni bu jarayon tuxumdonda amalga oshiriladi. Tuxumdonda gormonlar hisobiga amalga oshiriladi. Birinchi fazamiz bu hayz fazasi, ya'ni qon ketish bosqichi. Bu bosqich 1 kundan 5 kungacha bo'lishi mumkin. Bu bosqich bachadonda endometriy qavati ko'chib tushishi yuzaga keladi. Shuni hisobiga ayollarda 1-5 kun davomida qon kelish yuzaga keladi. Qon miqdori 150 millidan 250 milligacha bo'lishi mumkin. Keyingi bosqichimiz bu folikulyarning fazi, ya'ni bu tuxumdonda kechadi. Tuxumdonda folikulyarlar yetilishi yuzaga keladi. Ya'ni ko'pincha bu har bitta tuxumdonda 1000 tadan oshiq folikulyar, balog'atga yetgan ayollarda 1000 tadan oshiq folikulyar bo'ladi. O'zi balog'atga yetmagan qizlarda folikulyarlar ko'p miqdorda bo'ladi. Shu balog'atga yetgandan keyin 1000 tagacha saqlanib qoladi. Bu har oyda bir marta bosqich bo'ladi, ya'ni bir oyda bir marta tuxum hujayra yetiladi. Ya'ni folikulyarning fazida, ya'ni tuxumdonda folikulyarlar yetiladi. Ya'ni folikulyar yetilishi 6-10 kungacha davom etadi. 6-10 kungacha. Endi bu davrda estrogen miqdori, ya'ni tuxumdondan ajraladigan estrogen miqdori oshadi. Hamda gipofizdan ajraladigan folikulyar stimullovchi gormon faollashadi. Folikulyar stimullovchi gormon bu tuxumdonda folikulyarlar yetilishini ta'minlab beradi. Estrogen gormoni bu bachadonni homiladorlikka tayyorlab berishini ta'minlovchi gormonimiz hisoblanadi. Endi keyingi fazamiz bu ovulyatsiya fazasi. Ovulyatsiya fazasida urug'lanish yuzaga keladi. Ya'ni bu fazamiz 11-kundan 18-kungacha davom etishi mumkin. O'rtacha olganda bu ovulyatsiya fazi 14-kunga to'g'ri keladi. 28 kunlikni oladigan bo'lsak 14-kunga. Ya'ni hammada har xil, kimdadir 13-kun, kimdadir 14-kun, kimdadir 15-kun. Ovulyatsiya fazasida, ya'ni tuxumdonda folikulyar yetildi, folikulyar yoriladi, folikulyardan tuxum hujayra chiqadi. Tuxum hujayra chiqib turib bachadon nayiga tushadi. Ya'ni 14-kun. O'rtacha oladigan bo'lsak 14-kun. Tuxum bachadon nayiga tushgandan keyin bu bachadon nayida tuxum hujayra 1 sutkagacha saqlanadi. Ya'ni 24 soatgacha saqlanadi. Agar shu davrda ayol bilan erkak qo'shiladigan bo'lsa, urug'lanish, ya'ni bachadon nayida tuxum hujayra bilan spermatozoid ko'rishi, urug'lanish yuzaga keladi. Agar bu jarayon bo'lmaydigan bo'lsa, urug'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tadi. Keyingi bosqichimiz bu sariq tana. Sariq tana hosil bo'lish. Bu 19-dan 28-kungacha davom etadi. Bu bosqichda progesteron miqdori oshadi. Progesteron miqdori shu folikulyar yetilgan joyda sariq tana hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Undan tashqari, agar urug'lanish yuzaga keladigan bo'lsa, bachadonda mana shu urug'langan tuxum hujayrani bachadonga yopishib olishini ta'minlab beradigan gormonimiz bu progesteron gormoni hisoblanadi. Hayz sikli shu 28 kunlikda tashkil etadi.
Endi bu hayz siklini buzilish holatlari dismenoriya holatlari yo bo'lmasa hayz yo'qligi, amneriya holatlari yo bo'lmasa shunga o'xshagan bir qancha buzilish holatlari bo'lishi mumkin. Agar hayz sikli buziladigan bo'lsa, bepushtlik yoki farzand ko'rmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi buni buzilish holatlari ko'proq gormonlar bilan yo bo'lmasa boshqa sabablar yo bo'lmasa bachadonni yo'lini torayganligi, to'silganligi yo bo'lmasa boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Farzand ko'rmaslikni ayollarga bog'liq sabablarini ko'ramiz. Ayollarga bog'liq sabablarning ichidagi eng ko'p uchraydigan sabablari bu ovulyatsiyani buzilishi, ya'ni hayz siklida tuxum hujayra yetilishi hamda urug'larning jarayonining buzilishi bilan kechuvchi bosqich. Ya'ni bular ham o'z navbatida bir necha turlari bor. Birinchisi bu polikistoz tuxum sindromi, ya'ni tuxum hujayralarida kistalar hosil bo'lishi, bir necha kistalar hosil bo'lishi. Endi bu kistalar hosil bo'lishiga bir qancha sabablar bor. Bu gormonal buzilish bo'lishi mumkin yoki metabolik buzilishlar hisobiga bo'lishi mumkin. Gormonal buzilish bo'lganda tuxum donlari polikistozida ovulyasiya, ya'ni ovulyasiya bo'lmasligi, giperandrogenemiya, ya'ni erkaklik gormonlarini ko'payib ketib qolish holatlari hamda tuxumdonda morfologiyasi o'zgarish holatlari yuzaga keladi. Endi gormonal buzilish qanaqa bo'ladi? Gormonal buzilish ko'pincha o'zi bu hayz siklini boshqarishda gipotalamus, gipofiz hamda tuxumdon birgalikda ajraladigan gormonlar hisobiga boshqarib turiladi. Endi bu gormonlar boshqaruvi buzilishi hisobiga tuxumdonlarda polikistoz holati yuzaga keladi. Ya'ni bunda qanday holat bo'ladi? Ya'ni luyullovchi gormon ko'tarilib ketib qoladi. Luyullovchi gormon bu hayz siklini ikkinchi bosqichida, ya'ni sariqtana hosil bo'lishda hamda homilani bachadonga o'rnatishda hamda undan tashqari bir qancha vazifalari bor. Shu gormonimiz oshib ketib qoladi. Hamda folikulyar stimullovchi gormon bor, ya'ni hayz siklini folikulyarning fazasida folikulyarlar yetilib berishni boshqaruvchi gormon. Bu gormonimiz pasayib ketib qoladi. Keyingi anaqamiz bu androgenemiya, ya'ni erkaklik gormonlari ko'payib ketib qoladi. Ya'ni tuxumdonda ishlab chiqariluvchi testosteron, ya'ni umumiy hamda erkin testosteronlar miqdori ko'payib ketib qoladi hamda prolaktin gormoni kamayib ketib qoladi, insulin gormoni oshib ketib qoladi. Shuni hisobiga bemorlarda semizlik holatlari yo bo'lmasa yuzlarida qanaqadir husnbuzar holatlari yo teri durmalarida qorayish holatlari, qandli diabetga moyillik holatlari hamda hayz siklida ovulyasiya bo'lmaslik, ya'ni tuxum hujayra yetilmaslik hamda urug'lanmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi. Ayollar orasida, yosh o'spirin qizlar orasida ko'proq uchraydi. Keyingi eng ko'p uchraydigan sabablarimizdan yana bittasi giperprolaktinemiya, ya'ni ayollarda ko'krak bezini boshqarib turuvchi gormon, ya'ni sut hosil bo'lishini ishtirok etuvchi gormon buzilishi hisobiga, ko'payib ketishi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni giperprolaktinemiya bo'lganda nima bo'ladi? Bu giperprolaktin gormoni o'zi gipofizni oldingi bo'lagida ajraluvchi gormon. Endi bu gormonda gipotalamus orqali boshqarib turiladi. Agar bu prolaktin gormoni ko'payib ketadigan bo'lsa, gipotalamusda gonadotrapin gormoni bo'ladi. Gonadotrapin bu gormonlarning ishini boshqarib turadi. Agar bu prolaktin gormoni ko'payib ketadigan bo'lsa, bu gonadotrapin gormoni pastlash holati yuzaga keladi. Ya'ni pasayib ketgani hisobiga bu prolaktin gormoni ko'payib ketadi. Bu gonadotrapin pasayib ketadigan bo'lsa, folikulyar stimullovchi, luyullovchi, estrogen miqdorlari kamayib ketadi. Bu gonadotrapinning vazifasi folikulyar stimullovchi, luyullovchi hamda estrogen gormonlarini muvozanatini ta'minlab berib turadi. Ya'ni hayz siklida folikulyar yetilishini, tuxum hujayra yetilishi hamda ovulyasiya bo'lishiga ta'sir etuvchi gormonimiz hisoblanadi. Bu gipotalamusda hosil bo'ladigan gormonimiz bo'ladi. Shuni hisobiga hayz sikli buziladi, tuxum hujayra yetilmaydi hamda urug'lanish yuzaga kelmaydi. Keyingi sabablarimizdan bittasi, eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu qalqonsimon bez kasalliklar. Ya'ni qalqonsimon bez kasalliklarida asosan gipotireoz yoki gipotireoz bilan bog'liq holatda bo'lishi mumkin. Gipotireozga keladigan bo'lsak, bu qalqonsimon bez funksiyasining pasayib ketishi. Bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni gipotireoz.
Bu qalqonsimon bez gormonlari bor. Gormonlari T3, T4 gormonlari. Bu T4 gipotireozda shu gormonlar pasayib ketib qoladi. Shu gormonlar pasayib ketgani hisobiga gipofiz ajraladigan gormonimiz bor. Ya'ni bu T3, T4 ni nazorat qilib beradigan tireotirop gormon. Tireotirop gormoni ko'payib ketib qoladi. Shu ko'payib ketish hisobiga prolaktin gormoni oshib ketishi hamda gonadotropin gormoni pasayib ketishi hamda follikulni ustunlovchi, luyullovchi gormonlarimiz pasayib ketishiga olib keladi. Shuni hisobiga hayz sikli buzilish bo'ladi, follikul yetilmaydi, tuxum hujayra hosil bo'lmaydi hamda urug'lanish yuzaga kelmaydi. Keyingi qalqonsimon bez kasalliklaridan qalqonsimon bez funksiyasini kuchayishi, ya'ni gipotireoz. Gipotireozda bu qalqonsimon bez gormonlari T3, T4 gormonlari oshib ketadi. Bu T3, T4 gormonlar oshib ketish hisobiga gipofizda shu gormonlarni boshqarib turuvchi gormon tireotirop gormoni bo'ladi. Tireotirop gormoni tushib ketish holati yuzaga keladi. Buni tushib ketishi hisobiga bu yerda prolaktin gormoni kamayib ketadi, gonadotropin gormoni kamayib ketadi hamda follikul ustunlovchi, luyullovchi gormonlar oshib ketish holati yuzaga kelishi mumkin. Shuni hisobiga hayz siklida muammolar bo'lishi, hayz sikli buzilishi hamda ovulyatsiya bo'lmasligi holati yuzaga keladi. Hamda urug'lanmaslik, bepushtlik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi buni sabablarini aniqlash kerak, qaysi turi, ya'ni qalqonsimon bezga bog'liqmi, giperprolaktinemiyami yoki kistalarga bog'liqmi, shuni aniqlash kerak. Yana ovulyatsiyani buzilishlaridan erta menopauza, ya'ni ayollarda klimaks, ya'ni menopauza holati bo'ladi. Ko'pincha normal holatda 45-50 yoshda yuzaga keladi. Ba'zi bir holatlarda 40 yoshdan ertaroq yo 40 yoshgacha bo'lgan holatlarda ham menopauza bo'lishi, ya'ni tuxumdonda tuxum hujayralar yetilmasligi. Hozir o'rtacha olganda har bitta tuxumdonda 1000 tadan follikula bo'ladi. Har oyda yetilishi kerak, tuxum hujayra hosil bo'lishi kerak. Ba'zi bir holatlarda shu erta menopauza holatiga olib kelishi mumkin. Endi bu ovulyatsiyani buzilishining asosiy mexanizmi, ya'ni follikula yetilmaydi yoki ovulyatsiya sodir bo'lmaydi, ya'ni urug'lanish sodir bo'lmaydi. Asosiy mexanizmi shu. Bu eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi. Endi boshqa sabablari ham bor, ya'ni tuxum yo'llarini o'tkazuvchanligini buzilishi. Ya'ni tuxum yo'llari mana bu yerda ayollarda jinsiy sistemasiga keladigan bo'lsak, tuxumdon hamda shokulalari, bachadon nayi hamda bachadon hamda qin bo'lishi kerak. Tuxumdonda tuxum hujayra yetiladi. Agar bularda o'tkazuvchanligi buziladigan bo'lsa, ya'ni tuxum hujayra hosil bo'lyapti normada. Lekin kanalda muammo bor. Kanalda to'siq bo'lishi mumkin, o'tkazuvchanlikda muammo bo'lishi mumkin. Shu holatlarda yuzaga keladi. Ya'ni surunkali salpingit, ya'ni tuxumdon hamda bachadon naylarining yalliqlanishi. Yo bo'lmasa kichik chanoq a'zo bo'shlig'ining yalliqlanishi. Endometrioz holatida, ya'ni bachadonni endometrik qavati yalliqlanishi hisobiga, yo bo'lmasa bu chilla qavati boshqa a'zolarga ko'chib o'tish hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Endi bunda qanaqa bo'ladi? Tuxum hujayra bilan spermatozoid qo'shilolmaydi. Shuning hisobiga urug'lanish sodir bo'lmaydi. Asosiy mexanizmi shu. Keyingi omillardan bittasi bachadon bilan bog'liq muammolar. Ya'ni u bachadonimiz, bachadon. Bachadon miomasi bo'lishi mumkin, tug'ma anomaliyalar bo'lishi mumkin, endometrioz, endometriy patologiyasi bo'lishi mumkin. Endi bu holatlar kam uchraydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi holatlarimiz kam uchraydi. Eng ko'p sababi bu ovulyatsiyani buzilishi. To'rtinchi sabablarimiz ham sal ko'proq uchraydi. Ya'ni gormonal disbalans, ya'ni tuxumdonda tuxum hujayra hosil bo'lishini gormonlar orqali boshqariladi. Ya'ni gipotalamus, gipofiz hamda tuxumdondagi hosil bo'lgan gormonlar hisobiga boshqarib turiladi. Ya'ni bunda gipofiz, gipotalamus, qalqonsimon bez gormonlar faoliyatining buzilishi hisobiga hayz sikli buzilishi yuzaga keladi. Hayz sikli buziladigan bo'lsa, ya'ni tuxum hujayra yetilmaydigan bo'lsa, yetilsa ham yo bo'lmasa qanaqadir sabablar bo'ladigan bo'lsa, shuni hisobiga urug'lanmaslik bo'lmasligi mumkin. Yo bo'lmasa tuxum hujayra follikula yetilyapti, yorilmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shu sabab bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Keyingisi stress, vazn tashlash bilan bog'liq holatda ham yuzaga kelishi mumkin.
Bu ayollar bilan bog'liq holatdagi bepushtlik sabablari. Endi buni aniqlash uchun gormonlar tekshiruvi qilish kerak, tuxumdonni uzviy qilish kerak, bachadonni uzviy qilish kerak, o'tkazuvchanliklarni tekshirish kerak, tuxumdonda kistoz holatlari yo'qmi, gormonlar normadami, ya'ni gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon hamda tuxumdondagi gormonlar normami, shularni bilish kerak. Endi ba'zi bir holatlarda boshqa sabablar ham topilib qolishi mumkin. Endi u sabablarni ham bir qator ko'rib ketish kerak. Endi farzand ko'rmaslik sababi faqat ayolga emas, balki erkaklarga ham bog'liq bo'ladi. Erkakka bog'liq sabablarni ko'ramiz. Ya'ni erkaklar sabablaridan spermatogenezning buzilishi, spermatozoidlar kamligi, azospermiya, ya'ni spermatozoidning yo'qligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Undan tashqari sifatini buzilishi mumkin, ya'ni spermatozoidlar yo bo'lmasam harakatchanligini buzilishi mumkin. Endi buni spermogramma orqali aniqlanadi, ya'ni spermatozoidlar tirigi bormi, yo bo'lmasa harakatchanligi qanaqa, harakatchansizi qanaqa, nofaol holatdagisi qanaqa, sifati qanaqa, shularni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu varikosellik bilan bog'liq, ya'ni tuxumdagi varikoz venalar kengayib ketishi. Bu varikoz venalar kengayib ketishi hisobiga haroratda o'zgarish bo'ladi, ya'ni urug'ni hosil bo'lishiga ta'sir qilib qo'yadi. Ya'ni harorat issiq bo'ladi, urug'ni hosil bo'lishiga ta'sir qilib qo'yadi. Keyingi sababimiz gormonlar bilan bog'liq sabablar, ya'ni testosteron miqdori kamayib ketishi ham bu farzandsizlikka olib kelishi mumkin. Keyingi sababi bu gipofiz bezi bilan bog'liq, ya'ni gipofizda bir qancha gormonlarimiz bor, shu gormonlarni kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oxirgi sababi bu infeksiyalar bilan, qanaqadir jinsiy a'zo tizimi infeksiyalar bilan bog'liq bo'lganda ham farzandsizlik bo'lish holatlari yuzaga keladi. Endi bu farzand ko'rmaganda erkak ham ayol ham bir qator tibbiy tekshiruvlardan o'tish kerak hamda sababini aniqlash kerak. Sabab kimda? Ayoldami, erkakdami? Endi buni tekshirish uchun bir qancha tekshiruv usullari qilinadi, ya'ni gormonlar tekshiruv usullari, qon tahlillari, spermogramma hamda gormonlarni hammasi, ya'ni gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon bez hamda ayollarda tuxumdon gormonlari, erkaklarda erkaklik gormonlar hamma tekshiruvlar qilinadi hamda sababi aniqlanadi. Sabab kimda bo'ladigan bo'lsa, shu sabab davolanadigan bo'lsa, farzand ko'rish ehtimolligi yuqori bo'ladi.